Mock test 1 part 2 ni tahlil qilamiz. Bitta savol va bitta javobni o'qib, javoblarni topib boramiz. Avval 7 dan boshlaymiz. From electronic to folk, jazz and classical, this festival is renowned for bringing world-class musicians to this historical city, starting with a great night of free music. Party in the city this year is going to be no exception. Elektron musiqalardan tortib, folklar, jaz va klassik musiqagacha bo'lgan yo'nalishlarni qamrab oluvchi bu festival dunyoning eng mashhur musiqachilarini ushbu tarixiy shaharga olib kelish bilan tanilgan. Festival shahardagi bayram Part in the City deb nomlangan bepul musiqa kechasi bilan boshlanadi va bu yil ham bundan mustasno emas. Ya'ni har yili bepul musiqa kecha bo'ladi. Ya'ni starting with a great night of free music. Endi javoblardan boshlaymiz. Visitor can help to make one particular event a success at this festival. Bu tashrif buyuruvchilar ushbu festivaldagi bir muayyan tartibning muvaffaqiyatli o'tishiga yordam beradi. 7da tashrif buyuruvchilar yordam berish haqida hech narsa aytilmagan. B javob. People can listen to local musician here. Odamlar bu yerda mahalliy musiqachilarni tinglaydi. Bunday gap ham aytilmagan. C javob. At this festival, people can listen to music in a lot of different places. Festivalda odamlar har joyda musiqa tinglashlari mumkin. Bu javob ham aytilmadi. D. It's not necessary to pay for one this event here. Bu yerda festival uchun to'lashingiz shart emas. Aynan shu javob kerak edi. Ya'ni bu yerda ham kecha tekinga boshlanadi, ya'ni bepul boshlanadi deyilgan. D javobda esa ya'ni festival uchun hech qanday to'lov qilishingiz shart emas. 7ga D javobni olamiz. Often referred to as Europe's leading a festival for new music, more than 300 bands will perform around 10,000 people and 30 plus venues, meaning you are sure to see the next big thing in music. Ko'pincha Yevropaning yangi musiqa bo'yicha yetakchi festivali deb ataladigan ushbu tadbirda 300 dan ortiq guruh, 30 dan ortiq sahna joyi va 10 mingga yaqin tomoshabinlar uchun chiqish qiladi. Shuning uchun siz musiqa olamining kelajagi yulduzlarini ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda 300 dan ortiq guruh bor va 30 ta sahna bor. Bir shaharning ichida 30 ta sahna bo'lishi mumkin. Va javoblarga qaraydigan bo'lsak, bizga C javob to'g'ri kelyapti. Ya'ni at this festival people can listen music a lot of different places. Ya'ni turli xil joyda ham musiqa eshitishi mumkin deb. Ya'ni 30 ta guruh sahna joyi har xil yerda joylashgan. Shuning uchun har joyda ham musiqa tinglay olishlari mumkin degan ma'noda kelyapti. 8ga C javobni olamiz. 9. The much loved television series Spring What celebrates the countryside as it does every year, with sheep herding, wood carving demonstration, insect hunt, and more activities, accompanied by living music and great farmers market, offering all sorts of mouth-watering produce. Ko'pchilik sevib tomosha qiladigan Spring Watch teleko'rsatuvi har yili bo'lgani kabi bu yil ham qishloq hayotida nishonlanadi. Festivalda qo'y boqish, yog'och o'ymakorligi namoyishlari, hasharotlarni izlash, boshqa ko'plab tadbirlar, jonli musiqa hamda turli xil mazali mahsulotlarni taklif qiluvchi katta fermerlar bozori bo'ladi. Endi javoblarni o'qisak, A javob to'g'ri kelmaydi. Hech qanday odamlarni taklif qilish bo'yicha aytilmagan. B javob ham to'g'ri kelmaydi. Lokal musiqa haqida aytilmagan, ya'ni mahalliy musiqa
C javob ketgan. D javob ham ishlatilgan. E javobga o'tamiz. It's possible to stay overnight at this festival. Bu yerda tun bo'yi xohlagan joyingizda qolishingiz mumkin. Unaqangi gap ishlatilmagan. F. Visitor can get advice here. Tashrif buyuruvchilar bu yerda maslahat olishi mumkin. Bu javob ham ishlatilmagan. G. People can watch craft people at work here. Odamlar bu yerda hunarmandlarni, ishqibozlarni ishlayotganini ko'rishi mumkin. Aynan shu javob, ya'ni G javob to'g'ri keladi. Hunarmandlar deganda bu yerda ya'ni qo'y boqish, yog'och o'ymakorligi namoyishlari, hasharotlarni izlaydigan odamlarga nisbatan aytilyapti. Shuning uchun bu yerga G javob to'g'ri keladi. 9 ga G. 10. Rightly nominated for the Best Family Festival award every year since it began in 2005. This festival offers a combination of different music genres, many featuring artists from around the Whitewood area, and comedy alongside a section of outdoor cafes serving amazing world food. 2005-yildan beri har yili eng yaxshi oilaviy festival mukofotiga nomzod bo'lib kelayotgan ushbu festival turli xil musiqa janrlarini taklif etadi. Festivalda Whitewood hududining ko'plab san'atkorlari, komediya chiqishlari va dunyo taomlarini taqdim etuvchi ochiq havodagi kafelar mavjud. Ya'ni bu yerda ochiq havoda musiqa kuylanadi. Ya'ni turli xil musiqalar ochiq havoda kuylanishini aytyapti. Va oilaviy festival, ya'ni mahalliy degan ma'noda kelyapti. Va bunga B javob to'g'ri keladi. Local musician to'g'ri kelyapti. B javob people can listen to local musicians here. Odamlar bu yerda mahalliy musiqalarni eshitishi mumkin. 10-ga B javobni qo'yamiz. 11. Brings together a sections of finest produce. This festival aims to educate visitors about how food should be produced and where it should come from through sampling a range of tasty trade cooked on site. Eng sifatli mahsulotlarni bir joyda jamlagan ushbu festival tashrif buyuruvchilarga oziq-ovqatning qanday ishlab chiqarilishi va qayerdan olib kelinishini o'rgatishni maqsad qilgan. Mehmonlar shu yerning o'zida tayyorlangan turli xil taomlarni tatib ko'rishlari ham mumkin. Ya'ni bu yerda ovqatlarni qanday ishlash va qanday tayyorlash va qayerdan olib kelishni tashrif buyuruvchilarga o'rgatishni maqsad qilingan. Va bu yerda bizga F javob to'g'ri keladi. Visitors can get advice here. Tashrif buyuruvchilar bu yerda maslahat olishlari mumkin. Ya'ni nima maslahat? Ovqatni qanday tayyorlanishi va qayerdan olib kelinishi bo'yicha. F javob to'g'ri keladi 11 ga. 12. The UK's most magical. This is a 3-day festival of folk art, live music and fashion shows set in the beautiful wild surroundings of Badminton Moor. If you don't fancy taking a tent, some local residents usually offer to put visitor up. Buyuk Britaniyaning eng sehrli festivallaridan biri bo'lgan ushbu 3 kunlik festival xalq san'ati, jonli musiqa va moda namoyishlarini o'z ichiga oladi. Festival Badminton Moorning go'zal tabiiy hududida o'tkaziladi. Agar siz chodir olib kelishni istamasangiz, mahalliy aholi odatda mehmonlarni o'z uylariga joylashtiradi. Ya'ni sizda chodir bo'lmasa, sizga mahalliy aholi o'z uyidan joy beradi, ya'ni ko'maklashadi, uy beradi degan ma'noda kelyapti. Va bizga E javob to'g'ri kelyapti. It's possible to stay overnight at this festival. Ya'ni festivalda tun bo'yi xohlagan joyingizda qolishingiz imkoniyati bor.
ijobga to'g'ri, ya'ni ijob 12 ga to'g'ri keladi. 13. Featuring demonstration from world champion dancers and stars from the TV series Strictly Come Dancing. This festival promises to topping action, including world record attempt, where everyone is invited to join in. Jahon chempioni raqqoslar hamda Strictly Come Dancing teleko'rsatuvi yulduzlari ishtirok etadigan ushbu festival tap raqs namoyishlarini va hatto jahon rekordi o'rnatishga urinish tadbirini taklif qiladi. Bu tadbirda hamma qatnashishlari mumkin. Ya'ni bu yerda Strictly Come Dancing degan teleko'rsatuv ishtiroki bo'ladi va tap raqs namoyishlari jahon rekordi o'rnatishga urinishadi va bunda odamlar, ya'ni tadbirga qatnashuvchilar yordam berishi mumkin deyilgan va bizga A javob to'g'ri kelyapti. Visitor can help to make one particular event a success at this festival. Ya'ni bu yerga tashrif buyuruvchilar ushbu festivaldagi bir muayyan tadbirning muvaffaqiyatli o'tishiga yordam beradi. Kimlar yordam beradi? Tashrif buyuruvchilar. Ya'ni tap raqsini muvaffaqiyatli yakunlashga yordam berishi haqida aytilgan. 13 ga javob A bo'ladi. 14. Visit our exciting and colorful exhibition of South American botanic painting, which bring the contents, exotic and lush plants to life in works from 200 years ago and from this century. Janubiy Amerikaga oid botanika rasmlarining qiziqarli va rang-barang ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Ushbu ko'rgazma Janubiy Amerikaning noyob va yam-yashil o'simliklari 200 yil oldingi hamda zamonaviy rassomlar asarlari orqali jonlantirish namoyish etadi. Ya'ni bu yerda Janubiy Amerikaning, ya'ni yam-yashil o'simliklarning ko'rgazmalari haqida aytilyapti. Bizda javob ham ketgan. H. Learning what all the different sections of a plant do. O'simliklarning qanday o'sish haqida, rivojlanish haqida o'rganing. Bu yerda H to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bizga 14 ta o'simliklarning qanday o'sishi emas, ularning faqat ko'rishga taklif qilinishi bo'yicha aytilyapti. H to'g'ri kelmaydi. Seeing art showing plant from the different part of the world. Dunyo bo'ylab dunyoning har xil o'simliklarini ko'rish. Aynan shu javob to'g'ri keladi 14 ga. Dunyoning boshqa bir qismidagi o'simliklarning tasvirlangan san'at asarlarini ko'rish ma'nosida kelyapti. Va javob to'g'ri kelyapti 14 ga. J ni ham ko'rib qo'yamiz. The possibility of having your work exhibited. O'zingizning ishingiz, asarlaringiz ko'rgazmada namoyish etilishi imkoniyati. Bunday javob to'g'ri kelmaydi va hech qaysi savolda aytilmagan.